Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Vaka ve Mulayız programımızın 52. saniylik görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli görürmenlerimiz, hemmeler məlum boğandak, biz bu programımızda her vakit gün tertipteki en mühim meselelerini vaxtı-vaxtıda şu sahanın mütehassislerini teklif kılıp analiz qan şekilde huzuruna sunup kilovatımız. Bugün mu şunun cümlesinden tünügün ilanımızda bəgəndək bugün toxtulğan nokta intayın mühim. Xitayning bir belbağ, bir yol planı suğuçilaştı mı mavzuluq söhbət ötküzdüğanlığımızda elan bəgəndik. Nimişqə bu mavzunu qoyub qaldıq diye vaxtda həmmizki məlum boğandak Hindistan'da 8 Ağustos G20 yani 20 devlet guruhi başlıqlar yığını ötküzülüp bu yerdə eğer de tabir doğru olsa tabir qilish. Çünkü nurgun analizlerde şuna deyilyapti. Bu yerdə devlet reisleri, devlet başlıkları oturup koygan bu Hindistan, O'rta Şərq, Avropa iqtisad koridorununki Xitayning yıllardan buyon amalga oshirish uchun tirishayotgan ve nurgun mablag'larni selayotgan atalmış bir belbağ, bir yol planıga, onun paltı çapqandek bir iş buluvatı degandek mesele oturup koyuyordu. Şunun için bugün biz söhbetimizde bulanın etrafında bunun merkezleşken şekilde söhbet ötküzümüz bugünkü aziz mihmallarımız aldı bilen Şivisiyadan qatnaşıyotgan Nicat Turgun efendim Xalqara Şarq Türkistan Teşkilatlar Birliği'ninki Avrupa vekili, şunaqlı tədqiqatçı Nicat Turgun efendim qatnaşıyotdu. Qimmatli vaqtdan chiqarib qatnaşmaganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Sizga ko'p rahmat aytdim. Ko'p rahmat. Yana bir mehmonimiz Kanadadan tədqiqatçı, siyasi fəaliyyətçi Ruqiya Turduş xanım qatnaşmoqchi. Yolda belki birazdan keyin qatnashishi mumkin. Hozir yolda qolaman degan vaqtimiz to'shib qolg'achqa boshladik programmamizni. Programımız jarayonida inşallah qatnashishi mumkin. Xo'sh, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldi chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda olsa başta şunun bilan başlasak hürmetlik Nicat efendim. Elbette deginimdek Hindistan, O'rta Şərq, Avropa iqtisad koridoru meselesi bu qatımqı Hindistan'da ötküzülgen G20 yani 20 devlet guruhi başları yığının asaslık temisi hem bütün gün tarafından en aldı turgan mesul kaldı bu. Bununla kirişten burun aldı bilen bu yığınga yıllardan buyon 18. qatımlıq yığında bu hamdi. Xitay reisi Putin'in Rusiyanınki reisi Putin'nin qatnaşmaslığı meselesi o. Onun tutuş buyruq çıkarılganlığı için bazı meseleler çıkmasın degandek sebep körüstilgeldi ki bunu doğru düşünüşkü buldu hem daha da uğraştı oğan deken. Xi Jinping yıllardan buyon her daim Xitayning reisi qatnaşıp kelayotgan bir yığınga qatnaşmaganlığı meselesi her xil analizler o'tirg'i qo'yildi. Aldı bilan Xitoy nimish qatnaşmadı bu meselege degan meselede qanday ko'z qarashyapsiz? Xitoyning bu Xi Jinpingning qatnaşması bilan nurg'unlagan analizlar bor, har xil farazlar. Hech qaysi aniq jazmlangan nima yo'q. Birisi bu Xitoyning hozirgi bo'layotgan iqtisodiy turg'unlik, iqtisoddagi masala sababdan bu yerda buni hal qilish va bu yerdagi kelib chiqish ehtimolligi bo'lgan xalqning noroziligi va bu yerdagi boshqa bir masalalar chiqib qolsa bu andish sababidan chiqmadi degan nima bor. Andan keyin bu askariy nimada bo'lsin, andan keyin Xitoyning ichida bo'lsin nurg'un generallarni yengish degan nima ahvollarni ko'rdik. Masalan, Xitoyning generalini ikki hafta ko'rilmaganlik xabari ichki bilan talash tartishi g'ulg'ul qo'zg'ayotdi masalanchu. Ya'ni ichki siyosatninki bir turaqsizlik, tempongsizlashayotgan bir nimasi bor. Bu mu mumkin deyotgan nima. Endi 3-nimada
salomatligi sababini ko'rsatyapti. Bu yilgi Afrikadagi yig'inda bo'lsin, nima deb qarasak bu yerdagi meng'ishlari, nima bu odamning bundaq normal bir odamdek emas, bir kasal nimadek bundaq ko'rsatgan nima ko'rinishlarmi bor bu paras hammasi. 4-chi narsa bu yerda BRICS yig'indimi Hindiston bilan baş nimasi bilan Modi bilan bir yonda ko'rishib, azroq paranglashib, chegara masalalarini hal qildik deb bir qisqa natijasiz ama qisqa bir uchrashish bo'lug'liq. Ama qaytib kelibamki Xitoyninki bir chegara yangi xarita e'lon qilgan Xitoylar. Bu hamda nurg'un davlatlarniki noroziligini qo'zg'adi. Sharq Janubiy Osiyo bo'lsin, Yaponiya bo'lsin, Hindiston va Rossiya hatta. Bu qo'zg'adi hamda bu yerda bu G20 yig'ini ulaplam içildi uzun o'tmay. İçilgandan keyin bu Hindiston bilan bo'lgan nimaga sürkülüşning oldini olishmi bo'lishi mumkin va mansitmaslik bu narsaga beparvo qarash. Chunki masalan Xitoy nurg'un yerlarda qarasak nurg'un cho'ng yig'inlar qatnashyapti. O'zi maydon ko'rsatadigan, o'zi bu yig'inninki bu yig'inning va dunyoning yetakchidek rolini ola oladigan yig'inlar bo'lsa, buni aktiv qilyapti va shuningga berib qatnashyapti demdi. Ammo G20 bu yerda dunyoning hamma cho'ng iqtisodiy kuchlari yig'ilib qatnashib kelgilik. Masalan, bu yerda Amerikaning Biden va Yaponiyaniki Kishida va boshqa Hindistonning Modi deymiz, boshqa davlatlarning cho'ng nimalar kelgilik. Kelgandan keyin bu o'zi xohlagandek o'ziga bir kuch ko'rsatish, hayva ko'rsatish fursatida jiqolmaydi. Uning ustiga xarita masalalari va boshqa hatta Amerika bilan bo'lgan suquq munosabat va hozir qadar. Bu nuqtalarni aytgan chog'da Xi Jinping o'ylagandek chaqnayolmaydigan bunday nuqtadami bormidi deb shu to'rt nimani talash tartish bo'lyapti deb. Hamda qaysi rost, qaysi ishonchlik uni vaqtning o'tishi bilan jazmlashtirgan bo'ldi dem. Chunki bu nimada bu yil yozda bir nuqtani qaytib qo'ying. Bu Xitoyning cho'ng boshliqlari shu beydayxida yig'ilib bir yig'in ochilganda ochganda buni ba'zi Yaponiyaning bir muxbiri nima ziyorat qilib ba'zi uchurlarni olar ekan va yezibdi. Buni yozganda bu Xi Jinpingni qo'llagan bu Xitoy cho'ng pensiyaga chiqqan cho'ng boshliqlar endi Xi Jinpingga biroz noroziligini bildirgan nima bor deydi. Xo'sh. Bakchiq bizni jidalga, to'qinishlarga kirib ketding. Bu yaxshi emas deya biz uchun debchi. Ya'ni Xitoyning manfaati uchun o'ylaganda ular endi Xi Jinping aslida tanqidiy bir nimani yumshoq shaklda o'tirib qo'yibdi. Yani bular aynı vaqtda Xi Jinpingning shu hozirgi o'ringa kelishiga kuchigan odamlar ekanda. Xo'sh. Ama onun qanday pozitsiya bildirgan u bu to'g'ri to'xtanmabdi. Ichidagi norozilikni ham qilib, men olgan ichki uchurlar deb yozib bir maqola e'lon qildim shu Yaponiyaning bir gazetida. Bu nechilik to'g'ri, nechilik ishonchlik uni bilmaymiz, endi vaqtning o'tishi bilan bilishimiz mumkin. Xo'sh. Ko'p rahmat. Haqiqatan deganingizdek, ya'ni bu bir dünya, bir aile, bir kelajak temasida o'tkazilgan bu yig'in. Mesela yer şari iqtisodning 85% dünya savdosining 75%iga vakillik qilgan rahbarlar qatnashgan yig'inga tunji qatim Xitoy raisininki qatnashmasligimi deganingizdek nurg'un analizlarga, nurg'un hatto Xi Jinping qatnashmay bu yig'inga tarixiy bir fursatni, chunki Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi yirik munosabatni bu yerda Biden bilan bevosita ko'rishalaydi. Bu fursatni qochirib qo'ydi. Bu fursatni ama Biden yaxshi ishlatib bu yerda Xitoyga qarshi nihoyatda muhim qadamlarni bosdi bu yig'inda. Qatnashmasligi tarixiy bir xatolikdir degan shaklda analizlar bo'lyapti. Albatta biz bu yig'inninki bir xaritlar bir qancha xaritni ko'rib o'tsak, bu Hindiston, O'rta Sharq, Yevropa iqtisod koridori Xitoyning atalmış bu bir balvoq, bir yo'l nimasiga qanchalik shaklda ziyon beradiganligini bilish uchun xarit ko'rib o'taylik. Bombaydan Mumbay qanday bo'lib bizning tilimizga Bombay bo'lib qoldi ekan, ammo bu bir masala. Hindistondan Bombay shahridan boshlanib bu butunlay mavi siziq tug'an ko'rmalarimiz bu dengiz yo'li, yani üzük qizil siziq su yo'li. Su yo'li.
Bu yerden yolga çıkıp Dubai'ye bardı ekan. Dubai'den Saudiya Arabistan. Onun kendin El Hadise, Hayfa, İsrail. Bu İsrail'ninki bu yerden yana su yolu çıkarıp onun kendin bu hazırki Gresya'ninki Pire liman porti. Bu Pire portu mu yana Xitayning Xitay işiltiyotgan yana Xitayga setilgan bir port qo'yamdi bu. Bu yerden butunlay Avropaga tutuşulgan şekilde. Biz mesela yana bir harita var. Mesela Xitayninki yolu bilen seliştirilgan bir harita var. Şunun bir körüp ötüp onu kendi bunun üstüge biraz nima qilgan bo'lsak. Mavu mesela bu Türkiye'deki analizchilar bu butunlay bu haritaga qarag'an vaqtimizda ishchi bo'sh hech qanday bir qimmat yo'q bir amalga esh nimasi yiroq bir narsa. Chunki hozir bu yerdan Bombaydan yo'lga chiqib, bu yerda Riyod Saudiya Arabistonga kelib, Isroiliyadan mana su yo'ldan qilishcha, hozir bu yerda Turkiya va bevosita Turkiyadan qilsa ham chiqim ozildigan bir yo'l deb mesela Erdo'g'an qaytish vaqtidami, safardan qaytgan vaqtida, bu yig'indan qaytgan vaqtidami, bu yo'lga Türkiye'siz bu yo'lning bo'lishi mumkin emas degan shaklda deb bayonot berdi muxbirlarga. Bu yerdagi Turkiyadagi analizchilar, professorlarmi bu yo'lniki amalga eshitilmasi biroz tez. Türkiye bo'lmasa olmaydi bu yo'lga deb ma xaritini sızgan şekilde. Xitoyning bir balvoq bir yo'lni tushuntirib o'tsak, masalan bu yerda ma va hozirgi bu qatimqi Hindiston, O'rta Sharq, Yevropa koridori bu yerdan texnik ochiq shaklda tushuntiribdi. Mavi Xitoyninki hozirgi ko'k to'g'ini bu quruqliq yo'li. Bir balvoq bir yo'ldagi quruqliq yo'li. Ma qizil to'g'ini dengiz yo'llari. O'xshash yo'l. Mana boshlab dengiz yo'ldan qildi ekan. Shuna tushuntirilgan shaklda. Hamda hozir bu shu ikkisini selishtirgan vaqtimizda Nijat afandim. Masalan Xitoyga qandaq bir shaklda ziyon berdi bu masala. Bunun hem amalga ish nimasi sizga qanchalik Xitoy buni oldini qandaq oladi degandek masalalarga qanday qaraysiz? Aldı bilen bir nimege ikkisining xarakterini biraz seliştirip baksak deyman men. Bir yol bir balvoq başlap bo'lgan 10 yil bo'lgan bir proje. Andan keyin bir davlat tarafidan o'tirg'i qo'yuqliq, bir davlatninki umumiy cho'ng bir strategiyasiningki asosiy nimasi. Bu hem deniz yolu, hem quruqliq yolu, hem temir yol, taş yol, hava yolu, elektronlik yol degandek necha xil nimani olgan. Hozirgi xatarlashsam 130 necha 50 ga yaqin davlat va 30 dona organning qetilgan nimasi bor deyman buningga. Hem selangan pulmo g'oyat zo'r cho'ng miqdorda. Hozir 10 yilgacha hem bu hem muvaffaqiyat qozondi, hem o mag'lubiyatga uchragan nuqtalar va masalan ba'zi Yevropadagi ba'zi davlatlar masalan Italiya o'zining chekinib chiqadigan ochiq dedi. Ma Sharqiy Yevropadagi davlatlar ularni chekinib chiqdi masalan bir necha ikki davlatlar. Andan keyin buningga qitilgan ba'zi davlatlarmi buningdan norozi bo'layotgan nimasini devatadi masalanchi. Aytgansi ma Jakartaninki prezidentimi bu bir yo'l bir balvoq qitilmasligining nimasini bildim bu yerda-chi masalan. Xo'sh. Şuna o'xshash ketilgan davlatlarning masalan Xitoyning tushib qolish, Xitoyga ziyoda nim bo'lish, qarz ketish, andan keyin o qarzni qaytarmagan keyin uning qarta va ba'zi nimalarni uzun mezgillik ijaraga berib itish. Balki Xitoy bu egallagan bu ta'siriy kuchning ta'sirida bu davlatlarningki ichki siyosiy, ichki va tashqi siyosatlarga aralashish. Bu manfiy musbatdan chaqiraq manfiy narsa yaratish Xitoyning manfaatini aytgan chaqda, ya'ni bezorlikni va norozilikni shakllantirdi. Endi bu Hindistonda o'tirg'i qo'yilgan bu 3 cho'ng rayonni tutashtirgan Hindiston, ya'ni Janubiy Osiyo, O'rta Sharq, andan keyin Yevropa ittifoqi bu yerdagi bu 3 nimani tutashtirgan mundaqchi qaragan chaqda Xitoyning bu bir yo'l bir balvoq nimasiga planiga qarshi bir elib chiqqan bir projektdek turdi. Ammo bunun maxsus yalğız bir davlatninki chiqqan nimasi yo'q edi. Xavri yo'q, balki hamma davlatlar buningki iqtisodiy narsani oldimizga ishkaychilik maslahat qiladi-ki, endi bu davlatlar o'rtaq kelishib buni vujudga chiqara olsa, orasida yana ba'zi davlatlarningki masalalar va masalan
Saudi, İsrail olsun, İsrail bilen İordaniyanki meseleler olsun. Bu yerde belgelik diplomatik bir meseleler var ki pek ravan emasçı. Xo'sh. Anandaki abay siz gösterken Rusiyanınki oluşturgan aralma mesela Xitayning igdorchiligidagi bir aral bir Xitayning igdorchiligidagi port. Port. Endi Xitoy bu yerga yo'l qo'yamdi, unamdi, unamamdi, u bir masala. Unda chaqda buni uzib etishi mumkin. Ammo yaxshi yeri nima deganda, agar bu narsani, bu proyektni vujudga chiqara olib qolsa, Xitoyninki mushu rayonlardagi davlatlar qarta besim paydo qilishi va o'zininki bir yo'l bir belbog' bilan mutlaq shakldagi ustunlik hosil qilish, ham tijoratni cho'ngish, ham iqtisodiy kuchini oshirish, hem bu münasebetlerini işqi silib, başka devletlerge besim ve nemi siyaseti yürgüzüş. Yumuşak şekildeki içki ve taşkı siyasetler aralışılgan manda nemilerini kılışıge bu işleri veyran buldu. Çünkü dikkat kısak muştunga okşaydıgan bazı projeklerini mu ilan kıldı. Mesela G7'ninki dünyanın nemisiga qaytib kelish deydigan bir projekt dedi. Ben bunu vücutga çıkaramay kaldı. Xo'sh. Anandikin yine şu Amerika, Yaponiya, anandik Avustraliya, şu Hindistan, bular tötün birleşip bir Şarkı Janubi Asiyadagi devletlerge yordam qilib, bularni mu Xitoy nemisdan qutuldurimiz deydigan bunda benim e'lon qilgan, buni bir nima bo'ldi deb e'lon qilgan, bundan 3 yil burun. Onun mu nemisi chiqmay qolib qoldi. Reallikqa açıkçası bunu vücut kıçkırışta tazeylik güldürmemesi çıktı ama yağmur yağmadı çünkü bu nerede? Xo'sh. Hem de bu planın çıkanı biz için bir icabi bir yaxşı bir nersi oldu. Bunda bir nersinin içilişi, bu devletlerin başka turup özünki Xitayga bo'lgan bekinib qilishni tizginlash vaqtida bunun qarşıda bir cevap veriş noktasında çıkanı yaxşı. Hem de bununki vücut çıkışını hem de ümit kılmız elbette. Ama degandek şu nurg'unlagan meseleler aldığımızda turup tutuyor endi. Xo'sh. Bu şu icra qilinishi qanday bunga qarashimiz kerak ve yaqindan ko'zatsak bo'ldi deb qarayman. To'g'ri. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana bir xarita bor, shuni chiqargan bo'lsak. Yo'q, buni mushu. Mesela mavazir yangidan ko'k bizning bayroqni rang etdi. Yangidan Hindistondan boshlanadigan yo'l. Mesela bu yerda Amerika, Saudiya Arabiston, Germaniya, İtaliya, Yevropa Birligi azroq kesilib ketib qolibdi men xarita aslida boshqa davlatlar. Butunlay bu Hindiston bilan Yevropaning o'rtasidagi musofani %40% qisqartdi deganda hamda ma yo'l amalga oshsa. Xitoy bu ticaretini elbette bu Hindiston yaxshi nim qiliqliq bu yerda. Xo'sh. Bu faqatla nima bo'lmasa mumkin tijorat yo'li bu yerki bu bayonotga qarasak bu yerki asosan shu ikki liniya debdi. Hindistondan o'rtachilikdan Yevropa qilib ikki liniyani ulashtirib bu 3 rayonni bir-birisiga ulaymiz debdi. Albatta bu 3 linisninki rayondagi davlatlar qarasak Hindiston dunyoning 5-chi cho'ng iqtisodiy kuchi. Yani Saudi var, İordaniya var ki, ananki İsrailiya var. Hem rayonda Hindistan, Saudi bilen İsrailiya içkilisi rayon karakterli güçlü. Ayakta Avrupa'nınki konu Cihangir devletleri var. Fransa'da, Germanya'da, İtalya'da bu konu Cihangir devletler mesela için. Ananki Amerika'nın ama bunun kıtlıqanlığını dedi. Ama bu karsak iktisadi ticaretini canlandırış arkalık terakkiyatını teziltip nem kılımız. Ve pakiz enerjiya nemisini mu ekilimiz depti. Anandikin abay siz kösetken su yolunun nemisinde birge paraxut bilen birge su astidan internet ve uçur alaka yolumu baki mesela için. Xo'sh. Bu arkalık bu rayondaki bu o'tir şerikteki bu devletlerninki mu mesela texnologiyalik bu vasıta nemisinde Xitoyga bağlılık, Xitoyga ihtiyaç görüyotgan. Yani Hindistan ve Avrupa'nınki ve Amerika'nın yardımlarıyla bu yollamı nim olsa, terakki kurup nimik assa, reallik aylansa. Bu devletler mi Xitoyga ziyade bekinip kitagamandan nimeden azrak kurtuluşu mümkün. Ankin Hayfa portumun ait mühim bir jeopolitik cihetten ait mühim bir orun.
Xitaymi bu yerga uzun yıldan bu yan bu yerga ticaret ve nimiz kirip kılımen de tırışıqlıq mesela o'sha O'rta Sharqni o'zaro tutashtirish nimizda birlikda muhim rol o'ynaydi deb. Ama izchil Amerika besim qilib kelganlik bu yerda qo'sh yuzlik bu portni ishlatib qilish mumkin ham tijoratga ham bu yerdagi portning o'rnini askariy maqsadga ishlatilishi mumkin deb boshqa bir talash tortishlar borchu bu Hayfaning nimasi. Ama Hayfaning roli hakikaten pek muhim bir o'rinda turdi mesela. Başını mı Hayfa portunu mu şu Şanghay 2022 yıldan bu yana 25 yıllık şu Şanghay Halkara Port Grupsi kiralık icaraga elib olganligi haqida xabarlar mısın? 25 yıllık. Baba. Ama o şirket yine Amerika qarşı chiqqan bo'lsa-mi? Ulan deylik ki nimeti garanti var deylik ki xavfsizlik nimesiga ve askeri ma müdafiye ma devletninki muhim uçurlarga qilmaydiganга qildi şoňa biz bununla bädik tepemde İsrailiye mu bir taraftan Amerikaninki mesela O'rta Sharqdagi menfaati ve bir yerdagi hareketinin tövenleşiga asasen Xitoydagi yeni bir cho'ng kuchni o'zining yeniga tortib Xitoyning ko'rganimizda ko'rayotganimizdek O'rta Sharqdagi kuchi kundan kunga kuchayotdi hamda ta'sir doirasi. Bu mu bir yıllık özünün temponluq siyasetini oynayatıdı da ani beriş arkalı Xitayning bir yerga akirib nim qılıvatqan. Ama qurulup qılalasa Xitayninki bu bir yol bilib stratejisiga bir cho'ng zarba bo'ladi deydi. Gerçi onundek büyük miqdarda bo'lmasa-mu, her halda bu yerga Hindiston, bu O'rta Sharq, Yevropa devletlerinin ulaş arkalı nurg'unlagan ticaret ve texnologiyanın ravan bo'lişi, anandan keyin belki bununki askeri aqı görünüşü mü buluşu mümkün oylagançı. Çünkü tanlangan o'rinlarning hammasini aytdim, muhim bir o'rinlarçı. Bunun elbette askeri nimesi mu planı bir buluşu gerek ama projektning nimesi onu yazmaptı o yerdeçi. Doğru. Ama rayon muhim hem de rayon mesela O'rta Sharq tarafga tushsak Boğaz'da ayağına çıksak Avrupa İttifakı'nın kimi astidan oluşup kirdiğen yerler. Xitay mı bir izchil qadamini kengaytib tirishib nim qılıvatıdı. Mesela Djibouti'deki harbiy bazasını etishning sebebinin birisi şu da bu yerdeki deniz yoldaki özününki energiya manbasini yetkilishi ve bu yerdeki ticari paraxotlarınınki bexatarligini qo'g'dashga kapolat qilish ve kelgusida urush bir nimasi bo'lganda bu yerdan chiqib o'zining baylığını ve menfaatini qo'g'dayalaydigan bo'lish debchi. Hozir ba'zi uçurlar qaraganda boshqa davlatlarda mu askeri bazalarni ichishga urinib yetibdi, ama bir uchuq nim qozongan yeri yo'q kerak. Natija qozongan Xitoyninki. Xo'sh. Injiqinchaqlagan chog'da bu rayon mayli Sharq, mayli Janubiy Osiyo Tinch okean rayonu bo'lsin, atrofdagi O'rta Sharq rayoni bo'lsin, Yevropaninki Janubiy Yevropa tarafdagi dengiz rayoni bo'lsin. Bular hammasi Xitoydek bir yukselayotgan cho'ng dunyoga eng cho'ng tijoriy sommada tijorat qilayotgan bir davlat uchun bularning nimasini egallash, bu yerda ta'sir doirasini qilish va shuning bilan birlikda bu yerdagi o'zining tijoriy va xavfsizlik manfaatlarini kapolatga oladigan bir narsani qilish kerak endi. Buning uchun Xitoy endi uzluksiz qarasak mesela izchil muhim Avrupa'daki ve başka yerlerdeki portlarını setilishga pay cheklarini izchil bir yerga singib kelishga tirishadi. Mesela Greysiyada 3 tane portini setilishga mesela Greysiya'nın cho'ng 2 tane cho'ng davlat aerodromini setilishga qo'ygan ishlatishga huquqini mesela. Mesela Gollandiya nimasi olsun, Germaniyaniki Hamburg portininki nimasini setib oldi o'tganda qarasak. Bular hammasi Xitoyning ovozini kuchaytiradigan ve bu davlatlardagi ta'sir doirasini yo'g'ontadigan bir ish nimaga sabab bo'ldi-da endi. Xo'sh. To'g'ri. Xo'sh, endi deganingizdek ham shu bu qatimqi yig'inda oxirgi xitobnomaga qarasak, bu yig'inda mesela bu qatim Rossiyani tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov vakillik qilib qatnashdi.
Ötken yılki yığın qarasanız, mesela bu yerda Rossiya qattiq ayıplanıp, uçuq tilga elinip qilingan ifadələr, işletilgan ifadələr güclükdəmdi. Bu qatımqı yığının axırqı xulası xitapnamıdımı Rossiya bevosita tilga elinmedi ve ifadəyə qaraydigan bolsaq, mesela şu axır xitapnamıdakı barlıq dövlətlər territoriyaga erishish uchun tehdit yoki kuch ishlatishdan saqlanishi kerak degan shaklda bu ifodadan o'tib ketadi. Bu namda G'arb hozirgacha butun Yevropa, Amerika boshchiligida Ukrainani qo'llab kelyapti Rossiya bilan urushga. Bu yig'inda nima uchun bu yerdagi butun rahbarlar tug'an bir so'rinda nima uchun namda bundaq yirik shaklda tilga olindi? Bu nimani ifodalaydi? Oldimizgi kunlarda Ukrayna albatta rozi bo'lmadi bu ifodalardan. Elbette bir yerde bir yumuşak şekilde Astrid'in ima kılgan bir nemini görüyoruz. Yani Rusya'ya kartılgan ama uçuk ismini atılmagan. Hem de bu yerde bunda bayanatlarını belgende devletler özlerinin ortak bir nemisinden çıkıdı. Kararı veren, fikir veren. Bundan burun mu mesela Avrupa İttifakı'da olsun, G7'ninki de jığılları da olsun, Xitay toğuluk belirgen bayanatlarını yumuştururken bazı devletler batı mesela. Ama hakikaten ki bayanattan aslında Hindistan biraz rol oynayan buluşu mümkün bir yerde. Çünkü Hindistan'daki Rusya ile boğan münasebetini naiti koyup ve Hindistan'dan izcil hazırgıcı nefit ve tabi gaz setvelerler ve Ukrayna uruşuda hazırgıcı bir ayıplıgen bir bayanatını bir nemeni kömüdük aldın ki jığında mı Hindistan baş ministerinin Ukrayna prezidenti Zelenski'ye kösetken muamelesi ködonla mesela için. Yani Hindistan Ukrayna'da küçük bir devletinin nimisini de üyedilen bu alakasında Rusya'nı kızdırıdığan ve Rusya ile bu münasebetini açarlaştırılan bir nemini kılmaydı da böyleyim. Şuna ilk uçuk demey çünkü Hindistan yani Rusya'dan yukarı seviyedeki teknolojik kurallarını setilip atkan nimi var mesela. Çünkü hem Xitay ile bu münasebet olsun, Şanghay Hükümkarlık Teşkilatı nurg'un yerlarda bu Xitoy bilan tamponlik o'rnatishda kuch tamponligi bu Rossiyaning o'ynaydigan roli cho'ng Hindiston uchun. Mushu sabablardan buni uchuq qo'ymagan bo'lishi mumkin deb faraz qilaman. Xo'sh. Ruqiya xonimmi kirib olamadi balkim yani yo'lda qapqa o'xshaydi qaraganda. İnşallah programımız tugab bo'lsa kira. Olmasa hem de bu katım nimeden keyin bu yığından keyin Biden Vietnamda ziyareti oldu Hanoy'da. Bu yerdeki ziyareti hem muhbirlarga bergan sözleri kun tertib bulup Xitoy to'g'risida nurg'un muhbirlar savol so'rab qolmoqda bergan javobi hem Xitoyning bir xil Xitoyning hozir iqtisodiy krizisda mesela Xi Jinping bilan 10 aydan buyon nima ish ko'rishmayapsiz bu degandek gap qolmoqda. Ham mush qatimqi Hindistondagi yig'inning bo'libmi shu koridor masalasiniki Xitoyni qo'rshash, Xitoyni texnik ojizlashtirish bu bir balvoq bir yo'l planiga qarshi qurilgan bir ishmi deb so'ralgan vaqtida men samimiy deyapman, lekin Xitoyni unda qilish niyatim yo'q, siyosatchining tilayamdi. Şekilde cevap verip hadir Xitoyning ham da navbatda Xi Jinping'ninki beşide nurg'un ish borligini onun qulaq bak aldır. Nimish ko'rishmaysiz degan vaqtda u bak aldirash hozir. Chunki u nurg'un hal qilish tegishli vaqtda iqtisodiy krizning ichida bo'g'ilyapti bu degandek masalalarni o'tirib qo'ydi hamda. Bu masalaga mushu so'zga nima deb qaraysiz? Xitoyga nima ishorat beryapti bu yerda Biden? Elbette bugünkü yakınki Biden çıkandan ki bulup dünyanın bu Amerika ile Xitoyninki kuch beslashish nimasiga qarasak, xo'sh. Burunqidek Trump davrida gerçi unda qattiq siyosatlarni bekchiq chiqarmagan bo'lsa-mu, ba'zilar bo'shtyapti o'ti. Ama ko'p qutblarda, ko'p rayonlarda bunda bir bəslashgan nimani ko'ryapmiz. Ya'ni o'ziniki ittifoqdoshlari bilan özülen o'xshash davlat sistemasiga ega bo'lgan demokratik davlatlar bilan mesela Yaponiya, Hindiston, Avstraliya qatorliq davlatlar bilan munosabatni kuchaytirish, Yevropa
bilan bo'lgan transatlantik ittifoqni asliga akilish masalanchu. Yine nurgun rayonlarda mesela nimelerini kurdu. Bunun karta Xitaymu özünki ayrım bir siyasi meydanını hazırlaşka tırışıyordu mesela. Nimigi badi Otur Şerif devletlerinin nimisiga berip ya da Otur Şerif devletleri nurgun toxtamlarını özünün yakın nimisini imzalap geldi. Hatta Rusya bilen bu münasebetini günden güne çıngaytıp ticaretini yüksek nimigi kütürüyordu. Anandakin Orta Asya devletlerinin Şiyengi çaqa demesinden ayrım çağırıp bu BRICS devletlerininki yığındımı mesela 6 tane yeni devletlerin nimisini kabul kıldığanlığı ve bunun başka devletlerin iltimas kıldığının kuatıdı Xitaymu. Amerika'nın bir tarafta özünün ittifaktaşlarını ve hemkarlaşmış devletlerini oxşaş Xitay'ını tehdit görüp devletlerini bir taraftan şekillendirmesi ayrım bir uruş meydanı edemdi, uruş grupsi emdi. Xitaymi özünün ayrım bir grupsini payda kılıvatı demdi. Ama bunların hammasi Xitay'dan ticaret oxşamaydigan yeri Amerika bu devletlerden ideolojik cihette, devlet sisteminde, demokratik hizmet qarashda bular ortak hamdichu nurg'unlagan o'xshashliklari var. Ama Xitoyninki bular bilan bo'lgan munosabatda ko'pincha bu Xitoy bilan bo'lgan munosabatda yaxshi saqlab qolishning sababi ko'pincha tijoratga beg'irlik, ya'ni Xitoydan keladigan bu tijorat yo'li va Xitoyninki soladigan mablag'i va Xitoyninki ba'zi kambag'al davlatlar uchun texnologiyasi. Xo'sh. Elbette bazı rayonlardaki devletler mesela nemini halatıdır. Yani Amerika'ya karşı güç temponlu hasıl kılımızda. Bulup mu Orta Şerif'teki devletler. Yukarıdaki sebepten yetken çağda iki tarafta güç hasıl kılış arkalık fakat da udul demez. Halkara seknelerde mi özara rekabetki halkara meydan sistemi de mi özara rekabetki kırvatkan bir neresini kırvattı biz. Anlıkta bir yerde en ehmiyet verivatkan devlet en ehmiyet verivatkanı Rusya bularınki bu yakın uzun çigrası ve bularınki ortak menfaati ve Rusya'nınki güçlük askeri gücü boğanlık sebebinden Xitay bir yerde çok ehmiyet verivatıdı bu yani ortaklı enerji ticaret kilişim var bir yerde elbette. Hem de Amerika'nınki bunda değiştiğinin sebebi elbette Xi Jinping'inki başlatılğanımızdaki hakikaten Xitayning içinde bir hal kılınması keyin texmi yoğan partlaydigan bir meseleler yüz berivatıdı bulup mu iqtisadi turg'unlik, uy şirketleriniki vayron bo'lishi, bu yerdagi yoshlarning ishsizlik masalasiniki texmi eshishi, bu o'zimizga tayinlagan bir iqtisodiy nima yaratamiz deganki qo'sh aylanmalar. Ama bu narsa onun mandek turdi çünkü işçideki meseleler görünüşü başladı zaten çünkü. Zaten sırtı bilen münasebeti uruşkaq böyle diplomasiyasi sebebinden nurgun devletlerden münasebetinin buzdu mesela. Hatta ticaretlerini kesip Avustralya'ya, Avrupa'daki Litvya degendeki devletler, Latvia degendeki devletlerden. Bu ilaki işçide mu hatırcamlık yok, teşhiri çıksın mu bir ilaki özünki hakiki bir ittifaktaş devleti yok alette bir kapqagan bir görünüş var değil mi Xitay'ninki? Yani bu noktayı etken çağda Xitay hakikaten bir kıyın ekbalgı kapqılıqlıq alette mi? Yani bunda digenlik parçalını kütüdü et yok ap kütüdü geldik emez bu devletle kütüdü bilen inbilen buldu bunu körelmelerle hata düşünüp kalması değil. Doğru. Köp rahmet. Hakikaten degeninizdek mesela bu Vietnam ziyareti de Biden Xitayning qo'rshash maqsad ziyorat qilmaganligidan Xitoy bilan bo'lgan aloqani uzishni xohlamaydiganligini ta'kidlab, men Xitoyga bo'lgan nimamda masalan samimiy o'zimningki shu Amerika Xitoy munosabatini asliga keltirish masalasida o'zining samimiy ekanligini bildirdi. Lekin bu yerda Xi Jinping navbatda shu hozirgi Xitoydagi iqtisodiy masalaninki, krizisninki chunqurlab mengayotganligini bu Tayvan masalasiga savol so'radi bir muxbiramdi. Hozir Xitoyninki Tayvanni davomli qanday qilsam bo'libmi Xi Jinpingning davrida Tayvanni elib olish xiyoli bo'lgan ekan. Hozir Xitoy Tayvanga tajovuz qilish kuchidan kun sari ojizlayotdi bu.
Yani tecavüz qilish iqtidorini tövelletib etganligini navbatdagi iqtisodiy krizisiniki Xitoydagi buni tilga oldi. Sizce bu iqtisodiy kriz Xitoydagi texnik yo'g'inib çünkü başka nurg'un analizlar deyapti. Mesela Xitoy qisqa muddatli hal qila olgan bilan ba'zi masalalarni çünkü bu oldimizdagi yillarda bunun oldini haqiqiy tugutadigan shaklda hal qilish Xitoyga nisbatan mumkin emas hozir ishdan o'tib ketdi oldi burun degandek gaplar bo'lyapti endi. Sizce bu masala qanchalik davom qiladi? Elbette bu Xitoyning bu oxirgi qatimliq e'lon qilgan yig'inida partiya kongressida Tayvanni cho'qim elishni Xi Jinpingning o'ziniki abidisi deb degan bir nimasi bor. Tayvanni cho'qim olamiz, vaqt masalasi qanday bo'lishdan sevar u bu deb buni izchil deyotdi. Hatta masalan boshqa nurg'un davlatlarga bir Xitoy siyosati cho'ntirish, hatto O'rta Osiyo davlatlarimi oldin qapda bu Tayvan masalasida bir Xitoy nimasini biz ching tutamiz, Tayvan bilan aman ayrılmaz bir qism deb qaraymiz deb dedi, ammo reallik bu shamol chiqqanga loyiq bir yomg'ir yog'moqlikchu. Xitoy u iradan bildirsin, onu bildirsin. Bugungi kunda Xitoy birga Rossiyaning bu Ukrainaga besib kirgandan keyingi urushning bunda so'zlishi Rossiyaningki bir patqoqqa petib qilishidan buningda bir dars olgan bo'lishi mumkin deymiz. Ikkinchisi albatta bu Tayvanning nimasi kuchaygandan keyin bu yerga buning bir qarshilik javobi bo'ldi albatta. U yerdagi xalqning o yerda hukumat tutib turayotgan hokimiyatninkimi bunun qarta tayyorligi va Amerikaninkimi bu yerga qarta hujumga qarta tayyor ahvollari mayli Yaponiyadan bo'lsin, mayli Hindiston tarafdan bo'lsin, hamma tarafdan bu bir kelib chiqish ehtimoli bo'lgan bir to'qinishga tayyorlik qilayotgan bir nimani ko'ryapmiz. Ya'ni Xitoy uchun bir oson yeydigan bir go'sht emas Tayvan uchun. Bular özünün niyetini qancha uchuq dadil qo'ygan siri bu yerdagi tayyorlikmi, qarshilik berish emasmi kuchayyapti demdi. Xitoy ya'ni esqilayotgan bo'lishi mumkin. Bu yerga kirsa Rossiyaga o'xshash bularni bir patqoqqa patadiganligini uchun. Xo'sh. Bu sebepten Xitoy vaqtincha bu yerga hujum qilmay turishi mumkin. Ama oldimizgi yillarda qilishi mumkin deymiz, chunki onu özünün bir taraftan məngülik abidesi almasa olmaydı dedi ve özününki askeri gücü bilen Amerika'nınki askeri gücününki arasındaki fark azaygan sürü bu Xitoy üçün yaxşı emdi. Bu yerde bir Xi Jinping'ninki kişilik karakteri noktasından yetken çağda bu bir tarihi bir abide kaldırış için Tayvan'ı belki uruş içip sınap yakışı mümkün. Yani biz men muşni ekeldi muşu ayrılıp ketken bir partisine ekeldim deydigan muşna bir nersini hasıl kılış için. Çünkü bu nurgun nimelerini kazandı. Yani 3. kıtım ottağandı ki bunun uçuşluk bir iş yaratıp getiş gerek de altın kılan karta. Bu hazır oturuvatkan ve yegen neslinin gelmesi şu burunkular yaratıp ergen terakkiyatta çıkan erişken neticelerini yaratıldı. Ama bunun özünün bir alaydı yaratkan bir projekti yok değil mi sen? Hoş. Bu bir yol bir bel var mı? Tık yerim yolda tık. Doğru. Hoş, unda olsam şu yığın içilgan gün yani 8. sentabr. Tibet'le yeni dikilide Xitoyga qarşı bir namoyish qilib, bu yig'inda cho'qim bizning Tibet masalasi muzokara qilinsin deb talab qildi hamda. Balki hamda yig'inda qilingan deya qilinmagan axborotga men ko'rmadim. Lekin hamda bu narsaningki o'tirg'i qo'yilishidan keyin men ijtimoiy uchur vositalarida nurg'un bizning xalqimizning ichidan mushundaq yig'inlarda nima uchun tashkilotlar harakat qilmaydi, mushunda Tibetlarga o'xshash masalan bunda bayonot e'lon qilmaydi yoki namoyish qilmaydi degandek masalalar tilga olindi. Siz qanday qaraysiz yani bu masalaga? Tilga elinishi kerakmidi? Uyg'ur tashkilotlari masalan mushundaq fursatlarni qo'ldan bermay bir bayonot berishi, Sharq Turkiston masalasini tilga elishini o'tirg'i qo'yishi kerakmidi yoki bu munosabatsiz bir yig'inmidi yani? Yani çıkan şamaldan faydalanıp özümüzdeki kollukını sürüşümüz gerek her daim. Arkanda bir fırsatlar olsa Sharq Turkiston meselesini gün tertipke ekiliş ve bunun banası da anlatış ve gün tertipke ekilip tutup duruş bu bir mühim hizmetlerinin birisi. Tibetler bu kadar yaxşı kıldı nimede.
Ama әркеттен бұла қылып үлгіләватқан bir нәрсе yok. Bu yığınning aldikayni bu mesela Xitoynikiligi yangi xarita e'lon qilganlik munosabati bilan bo'lgandan keyin biz masalan shaxsiy men o'zim vakillik qilgan tashkilotniki nimasidan biz bir nima e'lon qildik, bayonot e'lon qilib Xitoyniki bu zaminning bunda e'lon qilgan nimasini tanqid qilish bilan birga bu davlatlarniki bu davlatlarniki xalqi bilan Sharq Turkiston xalqi, Sharq Turkiston ulusininki bir taqdirdosh va o'rtaq mas'uliyat va majburiyatda o'xshash bir kemida ekanligimizni ve Xitoy rayonninki xavfsizligi ve tinchlikni tehdit shakllantirayotgan bu Xitoyninki nemisiga taqobil turish uchun Sharq Turkiston xalqininki o'zaro hisoblashib qilish va bir-biriga ega chiqish kerakligi to'g'riliq biz bir nima yozib e'lon qildik va bu davlatlarga nemisiga sundik. Shuningdek arliq yomon qisqa bo'lg'achqa biz yana bunga ergishiblamki bir narsa berish gerçi o tılgı ilinmaydı o ya da çünkü nurgulagan tertip bu nime ba. Ama a mesele ulaplam kan imkansın da biz a sebeptim beğenmedik. Ama bu mesele diginimdek dünyada bunda çoğu yığınlar içildiğin çağda gayri mesela geyette de nurguman açıldı. Çık gün tertip geldi mesela Şarkı Türkistan buluvatkan zulüm o kulluk emgekten meseleleri. Bunu izcil takitlep duruşumuz bunun nim kılışımız gerek mesela biz Avrupa İttifakı'nın ki taşkışlar nim şığılgan dayu O'rta Osiyoning yig'ilganda va boshqa nimalarda izchil berishga tirishib kelyapmiz. Kelishning maqsadi bu cho'qim tilga ilinishda emas, ammo kun tartibdagi masalaga akilish. Xalq ommasiga bu yerdagi buning aloqador kishilarga bildirish bu muhim endi. Ya'ni Sharq Turkiston masalasi qanday bo'lsin, bugun Xitoy besib olgan nuqtadan aytgan chog'da Xitoyninki bir ojiz bir halqisi endi. Bu yerda bir ish chiqsa Xitoyning nimasiga albatta ig'ir ziyon ko'rsatilgan narsa. Shunga Xitoy jon jahli bilan bu yerning o'zgarish taraqqiyotlarni ko'rsatib kelyapti va bir 7 yildan buyon davom qilayotgan bir irqiy qirg'inchilik siyosati bor. Shunga nurg'un davlatlar Xitoy bilan aloqa qilgan har qanday bir davlat Sharq Turkiston masalasiga bundan keyin texnik ahamiyat beradi endi-ku. Xo'sh. Faqatlamki inson haqlari masalasi emas. Başka bir noktadan, mesela jeopolitik noktadan ve askeri noktalarda mı oylab bunun kartta elbette özlerininki tədqiqat merkezlerinde bunun başka türlü ve müzakerede bulunduğunu da oylayayım. Çünkü dediğimde bu bir mühim bir halka. Doğru. Şimdi Nicat Efendim programımızın ahırda şu nesini bir sorayım da. Devamlı qalatda mesela dünya Xitoydagi iqtisodiy krizisni tilga olib kelyotgan g'aribmi? Bugun hamda qaraydigan bo'lsak, hamda butun Turkiya bo'lsin, Yevropa bo'lsin, hamma yerda iqtisodiy kriz masalan nurg'un banklar, markaz banklarining boshlari chiqib, butun dunyoda boshqacha bir sistem yo'l qo'yish kerakligini hozirgi shaklda mansa bir fojia kelib chiqadiganligini o'tirib qo'yapti. Türkiye'de yaşayotganlarmı ciddi şekilde bir qancha yıldan aldidiki turmuş hayat şekilden yani yüzde neçe ise %100, %200-300 degandek yılga özgürüp ketdi şu hamda. Sizce hamda Avrupa'da sizlar yaşayotsizlar mesela bu dünya iqtisodiy masalada kriz masalalarida faqat Xitoylar yaşayotgan masala emas deb qarayman. Xitoyninki ayrim bir bek nüfus çıkıldığındaki onun gösteren tesirimi zor oluşu mümkün. Siz dünyanın bu iqtisadi meselede bulup memde Avrupa ve mesela Türkiye'nin bütün dünya kitivatkan bir mevcut bugünkü ahval, qaysi ahval qarab kitivatı deb qaraysiz can. Çünkü bek zor farq buluvatı da emdadır gün siri. Ya sizler Avrupa'da bek isqimayotamisizlar ya. Ya onda şu bu bir yerde bugünkü özara birbirisiga bağlangan bir globallaşkan bir dünyada bir yerde bo'lgan kichik hadis olsun dünyanın hamma yeriga bir belgilik ta'sir ko'rsatdi deb o'ylaymiz. Hamda Xitoydek bir dunyoning ikkinchi iqtisodiy kuchi eng cho'ng tijorat davlati hamda. Anandan boshqa dunyoning eng cho'ng ishlab chiqarish markazi bu-chu. Va 2022da eng cho'ng mablag' so'lang'uchi davlat bo'ldi. Bu nuqta aytgan chog'da Xitoy bu iqtisodga munosabatlik bütün nimelerde en mühim oranda turayotgan davlatlarniki biri bo'lish bilan bu yerdagi iqtisodiy turaksizlik,
bu terakkiyatninki astırışı, bunda çoğun şirketlerninki veyran buluşu, Xitayning iqtisodiga ta'sir ko'rsatish bilan birga dunyoning boshqa yerlariga ham albatta ig'ir ta'sir ko'rsatdi. Bu qochirilmas bir narsa. Hatto buningdimi natijasi ig'ir bo'lishi mumkin Xitoyning iqtisodiy rasmiy tavragan chog'da. Xo'sh. Bunun qarta Xitoymi masalan ba'zi chora-tadbirlarni ilishga tirishyotdi-yu, har xil amallar bilan ba'zi yangi qonunlarni chiqarish narsasi bilan qilyotdi. Ammo bu vaqtincha bir narsa, chunki Xitoy o'zining hukumati bosh markazda emas, yerlik hukumatlardami bu yerlik hukumatlarning bankiga olgan qarzi, ig'ir bir qarz krizisiga duch kelganlik narsa bor ekan. Endi buni qanday shaklda hal qildi, uni bilmaymiz. Endi bu Xi Jinpingninki bu hal qilish nimasida bu islohotdan bekroq muqimlikqa, tinchlikdan bekroq xavfsizlikka krizislarni hal qilishdan bekroq krizis paydo qilishga bekroq mujassamlagan o'zini shuningga o'z baqirib atgan qiziqadigan bir Xitoy rahbati sifati bilan belki islohotlarning ilib berilishi va davlatninki taraqqiyot qilishi nimasiga undan chorani topmaydigandek turdi deb o'ylayman. Chunki nurg'un masalalarni fan texnikalik va mundaq ilmiy asosli shaklda hal qilish emas, qattiq bostirish shaklda hal qildi. Masalan, nurg'un narsalarga misol shohid bo'ldik. Masalan, hadisi Covid masalasida buni ilmiy usulda yaxshi bir strategik bir plan tuzib hal qilmay, aksincha bostirib uylarning eshiklarni qiqib etib, insonlarni osh qo'yib, nurg'un odamlarni kuydirib o'tgan nimalarni ko'rdik masalan-chi. Xo'sh. Endi bu bir liderninki aqilona bilan ish qiladigan bir nimani ko'rsatmaydi, aksincha hamma narsani qattiq qo'lliq bilan hal qiladigan bir kishilik xarakterni ko'rsatdi-chi buningki. Shu sababdan bu krizislarni aqli silim bilan bir hal qilishdan bekroq qattiq qo'li bilan hal qilishga tirishishi mumkin deb o'ylayman. O'z tabiatiga yarashgan shaklda. O'z tabiatiga yarashgan shaklda. Xo'sh. Endi bu yerdagi iqtisodiy narsa albatta dunyoning boshqa yerlariga qilyotgan mol bahosining o'sib ketishi, bu yerdagi urushning sababi dunyodagi eng chong ikki bug'doy ishlab chiqaruvchi, yemak ishlab chiqaruvchi ikki davlatninki bu urushga kirib qilishi bilan bu bo'libmi yemaklikninki bahosi favqulodda o'sib ketdi masalan-chi. Buning ta'siri albatta dunyoning har qaysi davlatlariga oz kichik shaklda bo'lsin ta'sir ko'rsatyotdi. Energiya nimasida jiq ta'sir ko'rsatdi. Burungi shakldagi benzin va nimalarni unda ololmayotimiz. O cho'ng shirkatlarga albatta buning ta'siri bo'ladi. Buning natijasida kelib chiqadigan narsada hamma masalan Yevropa ittifoqidagi davlatlarda irqchi partiyalar, haddidan oshkori uluschi partiyalar, oshkori normal uluslar. Bular davlatning iqtisodiy nimasida masalan o'z davlatining iqtisodini qo'g'dash xarakteridagi siyosatlarga jiqroq yuzlanishi mumkin. Masalan, misolga birini beray, Fransiya hozir izchilmish yaqinqi 2 haftaning ichida Yevropa ittifoqining tijorat komissiyoni va Yevropa ittifoqining komissiyoniga izchil besim tushiryapti. Ya'ni Xitoyning Yevropa ittifoqiga kirayotgan to'q mashinalari bor. Bu Xitoyning mashinalari nihoyatda arzon va chiroyli sifatli chiqariliqchi. Bu malbasi favqulodda arzon. Yevropaning yasayotgan to'q elektronlik mashinalaridan. Hindistonmi, ajab Hindiston deb ketdim. Fransiyami bu elektronlik mashina ishlab chiqaruvchi cho'ng davlatlarniki biri bo'lib sifati bilan Xitoyning bu mashinalariga bosh qo'yishimiz kerak va bu orqali o'zimizning davlatlarniki sanoatini qo'g'dishimiz kerak deb izchil qilyapti. Ammo buningga qarshi hozir Belgiya bilan Germaniya bu narsani qo'ysak, bizningki Xitoydagi tijoratimizga, u yerdagi ishlab chiqarish markazlarimizga Xitoy qarshi javob berdi va biz ig'ir ziyon tortimizdan bu Yevropa ittifoqida bo'layotgan bir cho'ng bir jidal bo'lyapti demdi-chi bu uch davlatning o'rtasida. Shunga aytganimdek, mushunga o'xshash iqtisodiy turg'unlik, iqtisodiy chekinish, mol bahosining o'rlishish, energiya qisqinchiligi, energiyaning o'sishi, yangi energiya nimasiga o'tish masalan-chi. Bu hamma narsaning ish berishdan siyosiy nimasida biroz aşkari irqchi partiyalarninki huquqqa kelishiga birga fursat yaratish mumkin. Bular asosiy masalani bu chet elliklarga, ko'chmanlarga döngeç bilan birga
Ve teşhidin keladigan başka devletlerinki iqtisadi nemi bilen mesela meblağ silish nomidagi devletlerinin içige ta'sir qiladigan bunday narsalardan oldin oladigan qonunlarni, siyosatlarni belgilash mumkin. Esingiz bo'lsa, bundan burun bir deb o'tdik, Yevropa İttifaqidagi devletlermi keladigan mablag'larni, davlatiga selinadigan strategik ahamiyatga ega selinadigan sohalarga mablag'larni kontrol qiladigan mexanizmini qurib chiqqan masalan. Bu hamma davlatlarda hozir ijro qilinishga boshladi. Ya'ni Xitoy mablag'i yoki boshqa bir mablag' kirsa, chet el mablag'i. Buning selinadigan sohasi va buning keltirib chiqargan foydasi, iqtisodiy foydasi bilan xavfsizlik ziyinini o'lchash orqali anandan keyin bu setilmasligi ve qabul qilish qilinmasligini qilib bunday qilyotdi. Çünkü bu mana şekilde o'zining nimasini chingdishi mumkin. Lekin paralel holda Xitoy ishlab chiqarish markazidir. Dunyoning nurg'un cho'ng shirkatlari bu yerga berib mablag' sig'liq va ichig'liq. Albatta bu g'arbiy bu Yevropadan va Amerikadan va g'arb dunyosidan chiqib berilib, bularmi Xitoydagi turg'unlik sababidan o'zining shirkatlarini başka bir merkezlerge yetkishi mumkin. Bunun asosiy nimasi rayonni şu Hindistan ve Şarkı Janubi Asya devletleri de qaravatı demdi-ku. Eğer bu mu yetkilip Xitoydan bu şirketlerni chiqib mablag'larni qilib qilsa, endi bularmi Xitoyning ahvoli texim bir ta'sirish mumkin. Xitoy bundan 10 kun burun bunda bir narsa qonunni chiqardi. Chet el şirketlerininki nemisini alalaydigan bo'lish, masalan, o'zining qonuniga xiloflik qilgan chog'da bularning immunity, dokunulmaslik, tigenmeydigan bir iş var, çıkılanmaydigan şu. Bu xil immunity mında küçünü elib etib, bularni Xitoyning sudida, Xitoyning qonuni bo'yicha bularning mol-mulklarni musodara qila oladigan va bularga tigalaydigan bir qonuniy nimani hosil qildi bularchu, belgilab chiqdi endi. Endi bu nimani bildirdi degan chog'da kelgisida bir to'qinish yoki iqtisodiy, tijoriy bir jidallar bo'lgan chog'da bu Xitoy endi shu chet el shirkatlarining mol-mulklarini musodara qilish orqali qarshi tarafdagi shirkat va davlatlarga ma'lum bir kuzur qilib ishlatilishi mumkin deb o'ylayapti demdi-ku buni mutaxassislar. To'g'ri. Mening nimam jamdi. Xo'sh. Ko'p rahmat. Yani başka masala qolmadi balkim. Haqiqatan yani Xitoy deganingizdek shu bo'libmi Baydenmi so'zladi maqtim Vyetnamda. Xitoyningki aljiyotganligini ko'mayotamiz mesela iPhone'ni Xitoyda mesela ishlatishga butun bunun ham resmiy yo'l qo'yganlik noma'lum, lekin Bayden so'zladimdi. Bu shunday qadamlarni elayotdi mesela bu tijoratni o'zi xalqaro qonun, xalqarodagi mengayotgan bir qonunning sirtiga chiqib ma'man deyotdi Xitoy. Biz aslida tinch maqsa biz uning taraqqiy qilishini biz cheklamaydi bu deganda hamda siyosiy tilda gap qildimdi. Demak, nurg'un masalan dunyoning hamma yerida bu masala iqtisodiy masala kriz bosh ko'tarib chiqyapti hamda inshaalloh Rabbim xayrli shaklda oyoqlashtiradi. Ko'p rahmat. Boshqa agarda so'zingiz qolmagan bo'lsa, meningki savolimni tugab qoldi. Yaxshi, bu hafta shunchalik bo'lsin. Chunki shuning bilan markaziy shayl dedim men, bu faqat Hindistondagi shu yig'in bilan markaziy shunga boshqa mavzuga o'tmadim. Rahmat. Do'stim, shada oxirlashsak ko'p rahmat. Ruqiya xonim qatnashish bilan müşahidin. Yana bir qatam nasib bo'lsin inshaalloh. İnşallah. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi suhbatimizni müşahida oxirlashtiraylik. Albatta dunyo siyosatida nurg'un shunday o'zgarishlar, taraqqiyotlar bo'lyapti. Fursat har doim butun kuchimiz bilan har bo'layotgan ishlarni o'zimizningki da'voyimizga, o'zimizning masalasiga eng uyg'un shaklda keltirish uchun tirishishimiz kerak. Tashkilotlarimiz butun kuch bilan ish qilyapti. Bu tajovuzchilarningki, Xitoy tajovuzchilarining, dunyoga patmay qolgan Xitoy tajovuzchilarininki nomussizligi, ta'tir tashviqotlari kirmadim degan boshlaymiz bo'lmadi. Hatto yana erkin dunyo zimmasdan ta nimagacha Vengriyaga bordimi? Shu yergacha berib yana Vengriyaga
berip yana səfsətində setişqa təqə bunun dikin aldığımız günlərdə görürüz. Yəni nə qapırdı hamdı. Özünü aqlaş üçün, Xitay kommunistlərini aqlaş üçün, cinayətlərini hüşürüş üçün degəndək bütün quldan gələn barlıq səfsətlərini, numussuzluqlarını qılıb atıdı. Onunğa görə bizlər həm erkin dünyada bütün gücümüz ilə hərəkət qilishimiz, toxtatmaslığımız, boşub qalmaslığımız gərək. Allah subhanahu wa ta'ala ömür versə, yana bir qatımlıq söhbəti görüşkəcə aman boğaçlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu.